Gentra avtomobillarida Danetagina tuman gaz temariyatsa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bizga 500 so'mlik diod bo'ladi. To'shlarning o'ti shundoq bo'ladi. Oq palasani tepaga qaratib turib, birdan aytib bachokni ochib olamiz. Birdan aytib sanaymiz 1, 2, 3, birdan aytib tomon o'zimiz tomondan oyoqchasiga diodni shu holatda ko'rinishi qiladi va ozgina sim tumanadi. Tuman ekani mana sanagan o'rtadagi relay tumanning relaysi bo'ladi. Shuni olinadi. Olganingizdan keyin 4 oyog'i bor. Shu oyog'iga sim ulanadi. Magnetdan to'k keladi. Tuman yoqqanda Daniya to'yib bormaydi. Kalta uch holatda, kalta holatda ishlayveradi. Daniyada yurganingizda tuman kal diodga kuch kelmaydi. Chunki relayni ishlatib berishga ketadi, hech qancha to'k olmaydi. Bitta ko'rishingiz mumkin. Tumanni yoniladi shu holatida. Maryat qolmaydi. Lekin tumanni uch holatda maryat qilsalaring, tumanni maryat qiladi. Kimga qilsa bo'lsa, shu darajada qolishi mumkin. 500 so'm evaziga bo'ladi. Rahmat, kuzatishni davom eting.